ilm nurki ustozning qalbidan shogirdning qalbiga o'tadi. Buning uchun shogird ustozni yaxshi ko'rish kerak. Ustozni yaxshi ko'rish kerak. Ustoziga sadoqat, sodiq bo'lish kerak. Ustozni himoya qilish kerak. Ana shundagina ustozni boshqalardan ko'ra ortiq ko'rish kerak. Bu bor narsa. Ustoz va shogird munosabatda ilmning o'tishi va ta'sir qilishi uchun bu narsa lozim. Hech qachon kitobning o'zi ustoz bo'lolmaydi, birodarlar. Bo'lganda edi Alloh taolo 4 ta kitob yuborib 124 ming payg'ambar yubormagan bo'lardi. Hamma payg'ambarlar ham kitob o'qib kelavermagan, lekin hammasi ustoz bo'lib kelganlar. Xuddi shunday internetni o'zi ham ustoz bo'lmaydi. Ustoz bo'lish uchun ustozning nafasi kerak. Ustozning nazari kerak. Ustozning liqosi kerak. Ya'ni biyumni liqohi, uni masalan sizga qarab turishi kerak.